18-21 oy. 2 yoshga yaqinlashayotgan chaqalog'ingiz uchun bu davr qiziquvchanlikka, mustaqillikka, intilishga to'lib toshgan va o'rgana olish qobiliyati eng tez pallaga chiqqan davr hisoblanadi. 18-21 oylik bolalar ko'pincha atrofni o'rganish, chegaralarni sinab ko'rish va yangi jismoniy hamda ijtimoiy ko'nikmalarni mashq qilish bilan band bo'ladi. Kichkintoyingizni o'zini tutishida hammasini o'zim qilaman degan belgini ko'rishingiz mumkin. Bu ba'zida sabringizni sinashi ham mumkin. Ammo bu sog'lom rivojlanishni muhim belgisidir. Shifokorlar rivojlanish bosqichlarini tekshirish orqali farzandingiz kutilganidek rivojlanayotganligini tekshirishlari mumkin. Shuni esda tutingki, har bir go'dak o'z sur'atida rivojlanadi. Ba'zi ko'nikmalar ertaroq, boshqalari esa keyinroq shakllanishi mumkin. Muddatidan oldin tug'ilgan bolalar ko'pincha tengdoshlariga nisbatan rivojlanish bosqichlariga kechroq yetib keladi. Bu normal holat hisoblanadi. Agar farzandingizni o'sishi yoki rivojlanishi haqida xavotiringiz bo'lsa, albatta shifokoringiz bilan maslahatlashing. 18-21 oylik bolangiz bu yoshda nimalarni qila oladi? Bu yoshda kichkintoylar harakatlanishda va muvozanatni saqlashda o'zlariga ko'proq ishonch hosil qilishadi. Siz quyidagilarni payqashingiz mumkin. Hali barqaror bo'lmasa ham muvozanatni saqlab yurish va yugurishga harakat qilish, mebellar ustiga chiqish va ba'zan yordam bilan zinapoyalarga chiqishga urinish. Yurish paytida o'yinchoqlarni sudrab yurish, aravachalarni itarish yoki minib yuriladigan o'yinchoqlardan zavqlanish. 2 qo'llab o'ynash, kubiklar terish yoki oddiy bosh qotirmalarni yechishga urinish. To'pni tepish yoki otishni boshlash, qo'g'irchoqni ovqatlantirish yoki o'yinchoq telefonda gaplashish kabi rolli o'yinlardan zavqlanish. Rangli qalamlar bilan qog'ozga chizish va qo'l harakatlarida ko'proq nazoratni namoyon qilish. 18-21 oylik bolangiz nimalarni ayta oladi? Bu bosqichda til ko'nikmalari gurkirab rivojlanmoqda. Kichkintoylar orasida katta farqlar bo'lsa ham, ammo siz odatda quyidagilarni kuzatasiz. 18 oylikka kelib so'z boyligi 10-20 ta yoki undan ham ko'proq so'zdan iborat bo'lib, asta-sekin 50 ta so'zgacha yaqinlashib boradi. So'ralganda tanish odamlar, narsalar yoki tan'a a'zolarining nomlari ayta olish qobiliyati, ko'proq sharbat yoki xayr mashina kabi oddiy 2 so'zli birikmalar paydo bo'la boshlaydi. Kundalik hayotda eshitgan so'z va tovushlarni tez-tez takrorlash. 18-20 oylik bolangiz nimalarni tushuna oladi? Hozir aqliy rivojlanish jadallashmoqda. Endi kichkintoyingiz to'pni olib menga ber kabi 2 bosqichli ko'rsatmalarni bajarishi mumkin. Meniki tushunchasini tushunib, o'yinchoqlarga egalik qilishni boshlashi mumkin. Ovqat pishirayotgandek yoki supurayotgandek ko'rsatib, murakkabroq rolli o'yinlar o'ynashi mumkin. So'ralganda tanani bir nechta qismlarini tanib olishi va ko'rsatishi mumkin. Kundalik tartibni tushunib, keyingi bo'ladigan narsalarni otini bilishi mumkin. 18-21 oyda jismoniy o'sish. O'rtacha hisobda bu davrda kichkintoylar oyiga 200-300 gram atrofda vazn qo'shishlari mumkin. Bo'ylari oyiga taxminan 1 santimetrga qo'shilishi mumkin. Bosh aylanasining o'sishi oyiga taxminan 0,2-0,3 santimetrga sekinlashishi mumkin. O'sish birinchi yildagidek tez bo'lmasligi mumkin, ammo eng muhimi barqaror rivojlanishdir. Nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Har bir bola o'ziga xos tarzda rivojlanadi. Ammo 21 oylik bo'lganda kichkintoyingiz quyidagilarni qila olmasa, albatta shifokoringiz bilan maslahatlashing. Mustaqil yura olmasa, 6-10 ta so'zdan kam gapirsa, boshqalar bilan muloqot qilishga yoki o'ynashga qiziqish bildirmasa, tovushlar, harakatlar yoki oddiy vazifalarni takrorlamasa. Ota-onalarga maslahatlar. Tirmashish, yurish va yugurish uchun xavfsiz sharoitlar yarating. Har kuni kitob o'qib bering. Narsalar va rasmlarga ishora qilib, ularni nomlang. Qo'rchoqlar, o'yinchoq oshxona yoki oddiy narsalar bilan xiyoliy o'yinlarni rag'batlantiring. Yozish ko'nikmalarini erta shakllantirish uchun bo'yoq qalamlar va qog'oz berib chizishga undang. Imkon qadar bolangizga tanlov bering. Qizil piyolani xohlaysanmi yoki ko'k piyolani? Injiqliklariga sabr qiling. Kichkintoyingiz his-tuyg'ularni ifodalashni o'rganmoqda.